Ko'rib turgan mahsulotlaringiz Germaniya brendi bo'lgan Kercher firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu mahsulotlar boshqa mahsulotlarga qaraganda o'zining sifatliligi, uzoq yil xizmat qilib berishi va asosiysi ishonchli, ya'ni mukammal darajada ishlanganligi bilan ajralib turadi va bir mijozimiz o'zlarining ishxonalariga xuddi shunaqangi original narsalarni niyat qilgan ekanlar. Mana chiroyli narxlarda olib keltirib berdik va kim xuddi shunaqangi sifatli narsalarni niyat qilgan bo'lsa, bitta like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang va ilohim hammaga nasib qilsin. Va sizlarga hozir qisqacha obzori va ular haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Ushbu pilsosimiz WD4 pilsosimiz. Bu ham suxoy, ham влажный уборка qiladi, ya'ni suvni ham tortaveradi. Suxoy, ya'ni uyni ichida ham ishlataverasiz bemalol va bu bir paytda o'zida blower funksiyasi, ya'ni foda berish funksiyasini ham bajarib beradi va qo'shimcha filtrlargacha ega, ya'ni uyni havosini ham bir yo'l tozalab berib ketadi. Va ko'rib turibsiz, nihoyatda funksiyalari ko'p va asosiy komplektda chiqadigan narsalargacha qo'yilgan va bu haqida alohida videolar olganmiz. Profilga o'tib ko'rsalaring bo'ladi va mana ko'rishlaring mumkin. Bir paytda o'zida uyning o'zida tashqarida suvlarni tortyapti va tashqarida o'zida mana ishxonani o'zida yoki mana ko'chalarni, hattoki hovlilarni ham bemalol tozalayverasiz. Bu hech qanaqangi axlatlardan, suvlardan qo'rqmaydi. Va keyingi mahsulotimiz Moishi pilsosimiz. Ko'pchilik opa-singillarimizni eng yoqtirgan, eng suygan va niyat qilgan modellaridan biri C4 modeli, Germaniya sifati ko'rib turibsiz. Va bir paytning o'zida bu ham pilsos, mana ko'rishingiz mumkin. Ham Moishi pilsos, mana yuvyapti, ham pilsos qilib ishlataverasiz. Mana mebellarni ham bir paytda o'zida tozalab, yuvib ketaverasiz. Nihoyatda qulay qilib ishlangan mana va komplektdagi narsalarni ham ko'rishingiz mumkin. Pastda o'sha yuvish funksiyalariga ega bo'lgan va o'sha sredstvalari, yuvish sredstvalari va suxoy pilsos uchun alohida komplektlarda hamma yo'qlari bor. Va keyingi modelimiz bo'lsa K7 modelimiz. Ushbu modelimiz yuqori bosimdagi suv purkagich bo'ladi. Ya'ni uydagi jamiki narsalar, misol bruchatka deysizmi, boshqa deysizmi, hamma yo'qni mashinadan tortib bruchatka, ko'rib turibsiz, sokol, poker hamma yo'qni yuvib ketaveradi. Bu eng professionalni, ya'ni K7 seriyasi nihoyatda baquvvat ishlangan va o'zini komplektda shlangalarigacha bor, 10 metrli shlangalarigacha bor va komplektdan ko'rib turibsizlar, nihoyatda zo'r ishlangan va eng yoqtirgan narsalarimdan biri parovoy очиститель. Va bu parovoy очиститель bir paytda o'zida hech qanaqangi ximikatlarsiz uyingizni, oynalarni, ko'rib turibsiz, rakvina, gaz tepasi gitishkalarni tozalab berib ketaveradi. Va kimga xuddi shunaqangi sifatli va original narsalar zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin va qaysi mahsulotimiz sizlarga yoqdi, narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyaga yoki daryo orqali bizga murojaat qilsalaringiz, biz sizlarga chiroyli narxlarda yetkazib beramiz.